Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Bugun biz yana bitta bitta ko'rsatamiz. Ikkita xona, bittasi kuxnya, bittasi yashayotgan xona. Tepli pol qilib berdik. Kichkina hammomchasi ham bor. Ataplarni ham turba tashab qo'ydik har ehtimolga qarshi. Mana do'stlar, kimda uyda shunaqa ish jarayoni ketayotgan bo'lsa, santexnik izlab turgan bo'lsangiz yoki shunaqa materiallarni izlab turgan bo'lsangiz, shu nomerga aloqa qilsalaring, olib borib o'rnatib, ishlatib, chiroyli qilib kafolati bilan berib kelamiz, xudo xolasa. Bizda bu narsalar hammasi bor. Arzon narxlarda sifatli ustalarimiz bor. Hammasini chiroyli qilmada ko'ngillayda qilib beramiz. Do'stlar, kanalimizga o'tsalaring, shunga o'xshash videolarimiz juda ham ko'p. Kim kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'linglar, obuna bo'lganlar like bilan podpiska qilib turinglar. Biz yangi videolar chiqarishda davom etamiz. Biz xalqqa xizmat qilamiz. Mana shu joyimiz hammomcha. Mana shu to'rida dush bo'ladi, bu yerda unitaz bo'ladi, umumalik bo'ladi, kirmoqchi bo'ladi. Hammasini shu yerga chiroyli qilib sig'dirib beramiz. Qish kunida issiq, yo'lda salqin bo'lgan shinam xonalar. Salomat bo'linglar.